Assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar. Mana navbatdagi darvozamiz ustunovka qilib bo'ldik. Darvozamiz ruchniy qo'l mehnat darvoza bo'lgan. 2 qavat 8 list bo'lgan listlari, profillari 6x4, yonlari o'nli rossiyskiy shveler bo'ldi. Shu o'rtalar polni shumizatsiya qilingan. Listning oralari, ya'ni ranglari shu mokriy asfalt bo'lgan. Och mokriy asfalt, glansoviy holatda bo'lgan ranglari. Darvozamizdan bir o'rnashlar ham juda ham bir chiroyli o'rnatildi. Bu tepa qismiga shu lazerdan havo kirib chiqish uchun, skvozno havo kirib chiqish uchun joy qilib berildi. Kichkina kalitkamiz bu отдельный bo'lgan. Zamogimiz shu donga zo'rg'a zamog bo'lgan. Ochilib qilishga ham juda ham bir mягкий holatda ochilib qilyapti. Orqa ko'rinishdan ko'rsatamiz. Orqasi hozir 2 qavatli variantda polni mana shu holatda bo'ladi. Orqasi flashdan tekis holatda chiqadi bu fasonda. Ba'zi bir fasonlarda sal ichkari kirgan holatda bo'ladi 2 qavatli variantda.